Barchaga salom do'stlar. Siz mening YouTube kanalimdasiz. Bu yerda siz Instagramdan pul topishning eng oson yo'llarini o'rganasiz. Obuna bo'lishni unutmang, do'stlarga jo'nating, bo'lmasam biz boshladik. Bugun sizlar bilan Instagramda eng ko'p daromadga olib keladigan qismi shaxsiy brend haqida gaplashamiz. Ya'ni shaxsiy brend o'zi nima? Shaxsiy brend orqali nimalarga erishsangiz bo'ladi va qanday qilib shaxsiy brend orqali Instagramdan pul topish mumkin degan savollarga javob berib o'taman. Shaxsiy brend bu sizni shaxsiyatingizni ochib berish. Ya'ni siz aslida kimsiz? Odamlar nazarida qanday esda qolasiz va hayotingizdagi eng foydali ma'lumotlarni odamlarga qay tarzda yetkazasiz. Masalan, Elon Muskni olsak, dunyoning eng boy odam bo'lishiga qaramay, o'zini shaxsiy brendini to'laqonli rivojlantirgan. Shuning uchun u haqida ma'lumot izlasangiz, keragidan ko'pini topasiz. Undan tashqari Nusretni olsak, oddiygina tuz sepish jarayonini Instagramga qo'yib portlatgan. Shu orqali ham mashhurlikka, ham yiliga 10-20 million dollar daromadga erishmoqda. Buning barchasi shaxsiy brend natijasidir. Ya'ni siz ham shaxsiy brendingizni rivojlantirsangiz, Elon Musk va Nusret darajasiga yetishingiz mumkin. Ya'ni ham mashhurlikka, ham ulkan daromadga erishishingiz mumkin. Shaxsiy brend bu sizning uslubingiz, qadriyatingiz va internetdagi obro'yingiz hisoblanadi. Shaxsiy brend nima uchun kerak? Birinchisi ishonch. Ya'ni odamlar mahsulotingizni emas, sizni tanlaydi. Chunki biznesingiz yonib ketsa ham, siz 0 darajadan yana shu holatga tiklanishingiz mumkin. Ikkinchisi narx. Ya'ni shaxsiy brendi bor insonlarning xizmati hech qachon arzon bo'lmaydi. Chunki o'zlari narxlarni o'zlari belgilaydi. Misol uchun Steve Jobsni olsak, u chiqargan iPhone smartfonini har yili o'ylamay sotib olasiz. Uchinchisi tanilish. Agarda siz shaxsiy brendingizni rivojlantirsangiz, har doim odamlar nazarida bo'lasiz. Bu degani kuchli takliflar, reklamalar va homiyliklar degani. Agar sizda umuman pulingiz bo'lmasa, shaxsiy brendingiz bu vaziyatdan olib chiqadi. Shaxsiy brendingiz telefoningizdan boshlanadi. Ya'ni siz telefon kamerasini yoqasiz va o'zingizga qaratib har qanday mavzuda suhbat qilishingiz mumkin. Endi sizda savol tug'ilishi aniq. Bu qanaqa bo'ladi, Kamron? Keling buni 4 etapga bo'lib chiqsak. Birinchisi, qaysi sohada o'zingizni kuchliroq deb bilasiz? O'sha sohani tanlang. Ikkinchisi, o'sha sohada odamlarga foydali ma'lumotlar bilan bo'lishing. Uchinchisi, o'zingiz qanday bo'lsangiz, o'shanday ekranga ko'rining. Samimiy bo'ling. O'zingizdan kim nimalarni yasamang. Qisqa qilib aytganda, odamlardan ajralib turadigan o'zingizning ovozingiz, o'zingiz uslubingiz va kuchli tarafingiz bo'lsin. Videoni oxirida xulosa qilib shuni aytish mumkinki, agarda siz bugun boshlasangiz, 6 oydan keyin o'zingiz o'ylamagan daromad va mashhurlikka erishasiz. Videoga hoziroq like bosing. Chunki mana shu video 1000 ta like qilsa, keyingi qismda Instagramdan pul topishning eng oson yo'llaridan biri copywriterlik haqida sizga o'rgataman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.